Jiddiy qarashinglarni iltimos qilib qolaman. Azbek aka, mana shu iltimos bor edi. Mana shu qo'yimiz shu o'tmasi yungiydigan bo'lib qoldi-da. Shu vitamin yetishmagandan bo'larmidi? Qo'yimiz jun yeyishni boshlagan. Albatta bu jiddiy muammolar keltirib chiqaradi. Bu hazm ham bo'lmaydi va axlat orqali chiqib ketmaydi. Buni jiddiy qarashinglarni iltimos qilib qolaman. Qo'y va mollarda ko'p uchrab turadi. Bunda biz hozir yechimlarini aytib o'tamiz va preparatlarimizdan tavsiya etamiz. Butajan preparatimiz bu modda almashinuvlarini yaxshilab, jigar faoliyatini tikalaydi va B12 tarkibida qonni ko'paytiradi. Vitabaza mineral vitaminlardan, proteinlardan tashkil topgan vitaminimiz doimiy ravishda 200 grammini 100 kilo yemga yokida bir choy qoshiqdan 2 mahal berib borilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu oldini ham oladi va bir narsani aytib o'tay. Nafaqat jun yeyishda va hozir ko'p kelayotgan murojaatlardan qo'ylarni tuyoq chirishlarida oldini oladi va kamaytiradi. Tuyoqlar yorilib ketishida, et olishida oldini olib yaxshilab beradi. Va bunda 3-dorimiz immunobaza. To'qimalarni rivojlantiradi, immun tizimini yaxshilaydi va ishtahalarni ochib beradi. Bu dorini so'rilishlarini yaxshilab beradi va immunobaza bu yerda aytib o'tamiz 25 kiloga 1 millilitrdan muz kilo orasiga, ya'ni go'shtiga 3 kun mobaynida qilinadi. Butajan preparatimiz 20 kiloga 1 millilitrdan muz kilo orasiga, ya'ni go'shtga 3 kun. Ya'ni 2 1 soniga butajan, 1 soniga immunobaza preparatimizni qo'llasa maqsadga muvofiq bo'ladi. 3 kun mobaynida tavsiya etamiz va buni vitabaza preparatimizni doimiy ravishda berib boriladi. Probiotiklari ham bor, yegan ozuqani ichaklarga singdirib beradi va tuyoq chirishlarini ham oldini oladi. Albatta sinab baho bering, salomat bo'ling.